16 qism. Aldirma. Yana oz kundan keyin u butunlay seni bo'ladi. O'zingni besib ol. Hozir aldiraqsanlik qilsam, butun planing so'g'i chilishidi. Keyin uning bilan xohlagan vaqtda ko'nglini ocha olaysan. U butunlay seni bo'ladi. Nodir munchaga kirib chiqqandan keyin yana qoidadan kresloda so'zilib yotdi. O'rnisa o'ziga yaqinlashayotgan qor tomon, beshiga keladigan qismatlardan xabarsiz uxlayotdi. Beshi og'rib o'rnidan tasib turgan O'rnisa ko'zini ichib atrofga qarab hayron qoldi. Men uyda ekanman u. Oqshom o'zim qaytib kelgan o'xshamamdim. Lekin ozroqmi yodimda yo'q-ku. Usab ketib, oshxonaga chiqib bir istakdan suv ichdi. Taroq-turoqdan xiyoli bo'linib ketgan Nodir ko'zini yumib uxlagan bo'lib yetib oldi. Mehmonxonaga chiqib, kresloda uxlayotgan Nodirni ko'rib, O'rnisa cho'chib ketdi. Bu kimdi endi? Bu yerga qachon kelgandi? Uyga qanday kirgandi? Acaba u menga qilganmidi? Kiyimlariga qaradi. Oqshom o'zi kirgan peti turadi. U menga qilmabdi. Amsi nimishqa bu yerda uxlaydi. Men uni tanimasam, u uyimda nimish qiladi? Tanamdim-ya. Teginicha uxlayotgan Nodirga yaqin kelib, sapsilib qaradi. Qora chachliq, yuzlari bog'day o'ng, qosh kirpiklari qop-qora, shundoq chiroyli. Burnimo qizlarnikidek, lablari sal tomroq kelgan. Kreslodan chiqib qolgan putiga qaraganda bo'yimi cho'qim egiz. O'roq bir yigit edi. O'rnisa onunga engishib qarayotdi. Yigit ko'zlarini ochdi. O'ziga tikilib turgan O'rnisani ko'rib, "A!" deb to'lib etdi. O'rnisami darhol beshni ko'tarib o'rnidan turdi. "Siz kim o? Nimachi qizvaldek to'laysiz?" dedi O'rnisa. Men shu o'zim. Shu odamga undoq chekitday qarab tursangiz, kim cho'chimaydi? Meni yevitamdikin deb qo'rqdingizmi? So'zdek go'zal qiz yevasimi, men rozi. O'rnisa nim deyishni bilolmay gapni burib etdi. Siz kim o? Men sizni tanımadım. Yoki siz meni tanamsiz? Yo'q, men sizni tanimayman. Ismim Nodir. Ams mening uyimda tursiz-ku. Hey, oqshom o'zingiz boshlab keldingiz-ku. Shundaqmi? Lekin mening faqatli yodimda yo'q. Ko'nglingiz ilishib yondirganingiz yodingiz yo'qmi? Ha, bir qog'oz bergan edi. Keyin yiqilay deyotganda yulib oldiras. Yiqilay deganda deb, acaba yiqilgangiz bormi? dedi Nodir. Yo'q. Shu ishlar yodimda bor ekan. Uningdan keyingisi toza esimda yo'q. Keyin yo'lda yiqilib qopsiz. Yo'lab turg'izsam, mashinangizni ko'rsatib oshqochini berdingiz. Ondan uyingizning adresini deb berdingiz. Sizni akilib yotqizib qo'ydim. Asli birdam demimni ilib ketmoqchidim. Kresloda uxlab qopdim-a, kechiring. dedi Nodir. Asli mundaq ekanda, ha, yo'qa hech qisi yo'q. Men sizga rahmat desam bo'ldi ekan. Rahmat sizga. Uyimga sog'-salomat akab qo'yibsiz. Adabsizlik bo'lsa, bir savol so'rsam bo'lamdi? Qani so'rang. O'rnisa, uni nima deydiganda deb jiddiylasib ketdi. Mumkin bo'lsa, ismingizni deb bersangiz. Mo'shi gapmidi? Nima gapkin debdiman? Albatta mumkin. Ismim O'rnisa. Ha, tunishqinimda qo'shilma O'rnisa. Mana shu. Sirtga chiqib, tushlik tomoq bilan nashtani birga qilaydimi? O'rnisa soatga qaradi. Tushlik tomoq vaqti bo'lay degan edi. Bo'ladi, men kiyimlarimni yo'tkib olay. Bu turqim bilan chiqsam, ko'rganlar sarang deb qechib ketmasin yana. Kimga sizni sarangdaydigan? Bu turqingizmi-chi? Shundoq chiroyli. Ko'rganlar keyningiz kirib oldi taxi. Rasma? Rahmat sizga. Birdamda chiqaman. O'rnisa yotoq uyga kirib ketdi. Gap so'zlar nimancha qiziqarliq. O'zim kelishgan. Mijozim o'ngluq, yaxshi bola ekan. Boshqalar bo'lgan bo'lsa, oqshomgi ahvolimda cho'qmi chiqilgan bo'ladi. Bu Nodir rasla hech kimga o'xshamaydi ekan. Nodir bo'lsa, O'rnisaning boyiq ifodasiga qarab,
Uni aldashning texmi oson uchdiganligidan xushal bo'ldi. Nodir Hörnisani boshlab bir oliy tomoqxonaga kirdi. Kirib o'ltirgandan keyin bu yerning o tomoq yaxshi, bu yaxshi deb og'zi tegmay maqtab ketdi. Maqsadi Hörnisaga o'zini pay ko'rsatib, uning ishonchiga erishish edi. Bu yerning tomoqlarini shundoq pishiq bildi ekan. Qarag'anda bu bola bek puldar o'xshaydi deb o'yladi Hörnisa. Tomoqlari chiqdi. Tog'dan, bog'dan paranlashib o'ldirib tomoq yedi. Hisobot qiladigan vaqtda mingda chuyan bo'lgan edi. Nodir boshqa gap qilmayla pulni tashlab berib, Hörnisa bilan sirtqa chiqdi. Qandoq? Bu yerning tomog'i sizga tetidimi? Tetidi, bek yeyishlikkan. Kelaqetim boshqa bir yerga boray. U yerning tomog'i bu yernikidami yeyishlik? Albatta, siz xohlasangiz. Hörnisa kulib qo'ydi. Undidaringiz qo'shib olaymi? Aloqalashib turaylik. Bo'ladi. Hörnisa Nodirga undidarni qo'shib berib, mashinasini haydab ketib qoldi. Uyga kirib turishi undidar uchir keldi. Uyingizga tinch omon berib oldingizmi? Ha, hozir eshikdan kirishim. Qarab turgandek uchir qipsiz. Ko'nglim to'yib qoldi. Ko'nglim to'ydi-da. Hörnisa, nima qilyapsiz? Uxlab qoldingizmi? Yo'q, texi. Telefon o'ynab yotdim. O'zingiz-chi? Men shu sizni o'ylab yotdim. Menimi? Ha? Nimishqa? Keyin bilib qolsiz. Yumru aytib beraymi? Bo'ladi. Bir kuni yaslidan bolasini agab qo'yib, yana telefon o'ynashga boshlabdi. Tomoq yeyotgan ayoli chiqib, "Ey, ajba o'zining bolasini tunamamsa?" debdi. Buni anglagan ochiqda telefonni tashlab o'tib, "Men bu ishdan gumonlanayotgani xeyli uzun bo'lgan. Ayta, bu zot kimning bolasi?" deb so'rabdi. Ayol o'zini qarab baqa, "Akelganing kimning bolasi?" Oyun bilan bo'lib ketib, boshqalarning bolasini elib kelibdi-da. Uyqungiz keldimi? Azroq. Amsa burunroq aramaylang. Daxli qilmay. Yaxshi tushda hamroh bo'lsin. Rahmat. Siz atsi bog'cha o'rnida turgan Hörnisa telefonga qaradi. Nodirdan bir necha qitim uchir kelgan edi. Qanday ahvolingiz? Yaxshi uxlabsizmi? Yaxshi turdingizmi? Javob bermaysiz-ku. Tek turmagan o'xshamamsiz. Ajab qiziq bo'l ekan. Yaxshi o'zingiz-chi? Rahat uxlabdiman. Nodir telefonga qarab turgandek tezli uchir qaytirdi. Ham yaxshi, hozir turgan o'xshamamsiz. Xolsangiz tushdan keyin bir yoy berib tomoq yeb kelaylik. Bugun bo'lmaydi, boshqa kun bo'lsin. Ma'qul, maylingiz. Hörnisa telefonni qo'yib, yana qaytadan yotdi. Anglayotganingiz Miskina ovozliq asarlari. Ajab ish. Tuyuqsiz tunishib, yaqin bo'lib qoldik desa, bu bola boshqa bolalar faqat o'xshamaydi ekan. Mening tenimdan foydalanish maqsadi yo'q ekan. Bo'lmasa, qaysi kuni maqsadiga yetgan bo'ladi. Gap so'zlarim shundoq joyida, ilmiy, cho'ng sifat, kiyinishlarim shundoq ratlik, qarmoqqa xeyli puldardek qildi. Acaba u bola meni yaxshi ko'rib qolganmidi? Agar rostla shundoq bo'lsa, u mendek xalqning oshnasi bo'lib yashayotgan qizni qabul qila olarmi? Rost yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, men hamma narsadan kechib, uning bilan birga bo'lib baxtli turmushimni boshlagan bo'lardim. Voy, men nimalarni o'ylab ketdim. Qallamni silkib Hörnisa. Nodirning seni yaxshi ko'rishi mumkin emas. Yaxshi ko'rgan taqdirdimi, sening turmushingni bilsa, qabul qilmaydi. To'la uxlamay tush ko'rmay, o'zining ishini qilgin. Sarangning xiyolini qo'yib, Farruh boyini boplashning g'amini qila. O'rnidan turib, monchaga tushib chiqib, nashta qilgandan keyin Farruh boyga uchur yozdi. Farruh aka, qanday ahvolingiz? Birdamdan keyin uchur qaytdi.
Ha, yaxshi, sen-chu? Qishimga kelmagili necha kun bo'ldi. Meni seg'inmadingizmi? Seg'inmaydigan ish bo'lamdi. Bugun bormi? Bir amal tap. Şirket ishlar sal ko'p. Shunga vaqt chiqara olmay qoldim. Ma'qul amsa kelganda ko'rishaylik. Kechga yaqin Farruh Boy kirib keldi. Xiyolida eshikdan kirishimga O'rnisa yugurib chiqib, bo'ynimga esilib quchoqlab, "Sizni bak seg'indim, endi bunday qilmang" deydi, deb o'ylagan edi. Lekin uy ichi shundoq timtoslik cho'mgan. Meni chaqirib qo'yib nega ketdi bu? O'jir tarafga meng'ishiga, qo'liqiga birsining bo'sh ovozda yig'lig'ish gap qilgani anglandi. Ma'qul opa, men amalni qilib boqay. Uyni sitvatsangiz, siz qayerda tursiz opa? Dadammi ketdi. Endi uyni sitvatsangiz, sargardon bo'lib qolasiz. Men cho'qim amalni qilaman. Xotirjam bo'ling, mendan ansirmang. Ben yaxshi opa. O'zingizni asrang. Ma'qul opa, xo'sh. Farruh Boy eshikni ichib kirib keldi. Onu ko'rgan O'rnisa o'rnidan tez turib, uni quchoqlab yig'lashga boshladi. Ne bo'ldi? Nima ish yig'laysa? Qani men degina. Dadamning qarzlari bor ekan. Uyga kelib opamga orom bermabdi. Qarzni qaytirdim. Opam uyni sitib deyotdi. Endi qanday qilaman? Opam uyni sitibsa nerede turdi? Qirg'anda bichara opam nega bordi? Dadam tegi bo'lmasa. O'zing salomatligim yaxshi emas. Qaysi kuni tegi doktorxonadan chiqdi. Bo'ldi yig'lama. Qani o'ltirib paranshayli. Farruh Boy uni karvatga o'ltirg'izib, chochlarini silab tasalli berdi. Qancha pul qarzi bor ekan? Asli 100 ming demoqchi, lekin eg'izdan 200 ming chiqdi. Dadamning 200 ming qarzi bor ekan. Voy bo'ldi yig'lama. Men boyada nimadan ansiraysa deyman. Men ata karton urib beray. Qarzni qaytirgan. Endi yig'lama. Yig'ilsang sat bo'lib qoldi ekansa. Menga qarab kulgina qani. Rahmat sizga Farruh aka. Yaxshiligingizni cho'qim qaytirman. Undaq dema, ishkimiz sening mening deyishim to'q. Farruh Boy O'rnisani karvatga yotqizdi. O'rnisamo o'zini uning ixtiyoriga topshirdi. Farruh Boy ketgandan keyin O'rnisaning kartasiga 200 ming urib berdi. Oldingi qitimqi 50 ming. Bu 200 ming bo'lib 250 ming yuan bo'lgan edi. O'rnisa endi qanday qilishni planlab turardi. Telefon keldi. Telefon qilgan Nodir edi. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Bugun vaqtingiz bormi? Bor. Amsa ko'rishaylik. Men uyingizning oldiga boray. Ma'qul bo'ladi. Sal turib ko'rishaylik amsa. O'rnisa kiyimlarini almashtirib, oldirab kirib qilishga boshladi. Nodir telefon qildi. Men keldim. Qani siz? Mana hozirlik tushman. O oldirib soldirib tezlik tushdi. Nodir bir qora rangli mashina haydab olgan edi. Bu mashina Farruh Boyning mashinasiga o'xshab turardi. Farruh Boy O'rnisaga: "Mening mashinam cheklik mashina. Bu yerda yana birsi yo'q", deb maqtagan edi. Nodir haydab kelgan mashinamo shuningga o'xshaydi. Mashinangiz bek esilkan-ku? Shundoqmi? Rahmat sizga. Siz odatda nima ish qilasiz? Shirkatim bor. Shuning ishlari bilan so'rab qoldingiz-ku. Munda xil so'rab qo'ydim. Ha. Hozir qayerga boramiz? Bag'anni bilasiz. O 7-chi qism. Nodirning shirkati bor ekan, mashinasimi bek oli ekan. Bu yigit boyliqda Farruh Boydan qilishmoqdak. Chiroy desa chiroyi bor, pul desa puli bor. Boy bestimi shunda qamlashgan. Bundaq yigitlarning cho'qim qiz do'sti bo'ladi. Men bundaq talay hargiz nisib bo'lmaydi. Hay O'rnisa. Menga gap qildingizmi? Nima o'ylayapsiz shuncha berilib?
iş. Keldik mi? Yo'q, dahi, az qoldik. O'rnisa bir kun Nodir bilan o'ynab yurib, kechga yaqin uyga akilib qo'yib ketdi. Yo'l bo'yi qalaymiqqan chaqchaqmi qilmadi. Onunga adabsizlikmi qilmadi. O'rnisa o'zimi bilmay, bara Nodirga bog'lanib qilyotdi. O'rnisa Nodir bilan o'ynab yurib, Farruh boydan pul elib, oradan bir oydek vaqt o'tdi. Bu oraliqda beka bo'lsa Nodir bilan ko'rishib, do'stlari bilan izlashmadi. Nodirni bir kun ko'rmisi chidamaydigan. Kunda necha vaqt telefonlashadigan ahvolga kelib qoldi. O'rnisa o'zining Nodirni yaxshi ko'rib qolganligini biladi. Lekin e'tirof qilg'isi kelmaydi. U hozir Nodirdan ayrilolmagudek darajada kelib qoldi. Qisqagina bir oy ichida Nodir O'rnisani butunlay o'ziga maftun qilib oldi. Nodir eg'iz ichibli qolsa, O'rnisa hammani tashlab, uning keyindan ketishga, nega desa shu yerga berishga tayyor edi. Nodirning kutayotganimi mush bo'lg'achqa, uningga texmi yaxshi muomala qilib, o'ziga chambarchas bog'lab oldi. Nodir O'rnisaning hozirgi muomalasiga qarab, fursatning pishib yetilganligini bayqadi. Necha kunga qolmayla planini ishga oshirsa bo'ladi. Nodir keyingi plani uchun bosh qotirib o'gilikka planini boshlashni, shu orqali O'rnisani o'zidan ayrilolmas qilib, maqsadiga yetmoqchi bo'ldi. O'rnisani o'gilikka uchrashishga taklif qilgandan keyin plani bo'yicha zibozini do'koniga kirib, chiroyli, sipta o'zikdan birini olib, qopqa silib tayyor qildi. Restoranga kirib, ayrimxonadan birini olib, tayyorlikni yaxshi qilishni qayta jakaladi. Tayyorliklar bitgandan keyin hamma ishni bir-bir ko'zdan kechirib o'tib, qop-qora kostyum burlikini qotirib kiyib, O'rnisani olg'ili keldi. O'rnisa mashinaga chiqib, Nodirga qarab, "Bugun bir alaydi kunmi? Qanday deysiz? Kiyinishingiz boshqacha, bek kelishgan bo'lib ketibsiz." Rahmat sizga. Bugun men uchun hayotimdagi eng alaydi bir kun. Nima bilib baxsam bo'lamdi? Sal turib bilib qolsiz. Bugun to'lg'an kuningiz emas-da? Yo'q, undaq emas. Emas qandoq kun? Men bugun o'zim yaxshi ko'rgan qizga ko'nglimnikini aytmoqchi. Emas meni u yerga o'pirib nima qilasiz? O'rnisa ko'zdagi yoshni zo'rg'a sig'indirib etdi. Siz bormasangiz qat'iy bo'lmaydi. O'rnisa boshqa gap qilmadi. U meni o'pirib go'va chiqmoqchimidi? Qiz do'sti bor odam nemish qilmoq bundoq yaxshi muomala qiladi? O mening ko'nglimni ozroqmi his qilmoqmidi? Yo'q. U qandoqmi bilsin? Hammasi sening she'ring xiyoling O'rnisa. O sana muhabbet, ko'ngil to'g'riliq eg'iz ichib baxtimi? O'zing ortiq o'ylab tush ko'rib o'tiryapsan. Loyiqi bir odam bilan ko'rishib yuryapsan. Endi uning bilan ko'rishma. Aloqami qilma. O'zingni nimacha qadrsiz qilib yuriysan. Sen Nodirga mos kelamdan? Keldoq, tushunma. Dedi Nodir. O'rnisa xiyollarini tezlik yig'ishtirib, mashinadan tushdi. Nodir onu boshlab ikkinchi qavatga ayrimxonaning oldiga keldi va "Siz boshda kiring" deb O'rnisani ichiga kirgizdi. Eshikdan kirishiga yurak shakli charlar uchib ayrimxonada bir oldi. O'rnisa qarab, og'zini ichib turib qoldi. Ayrimxonaning tomlariga "Men sizni yaxshi ko'raman" deb yozilgan xatlar chaplangan. Yurak shakillik har xil sharlar laqada. Dasaydigan yerga qator qizil gulbargi chichilgan. O'tirdagi ustalning ustida qip-qizil bir dasta attirgul cho'lanib turgan. Bir tarafda yurak shakilli shamlar yonayotgan. Yana bir tarafda shamlarning birisining ismi yozilgan. "Kirmay qarab tursiz-ku. Qani ichiga kiring" dedi Nodir. O'rnisa asta dasab ichiga kirib, ism yozilgan tarafga qarab og'zini tutib turib qoldi. Ko'zdan necha tomchi yosh sirg'ib tushdi. Nodir, bu mening ismimkan ku. Sizning bo'z bo'lmamdi. Undaq emas. Lekin men sizga mos kelmayman. Sizdan boshqa hech kim mos kelmaydi. Nodir yerim tizlinib, qo'lidagi uzi qapining og'zini ochdi. Talabimga ma'qul bo'ling. Bir umr siz bilan birga o'tgan bor. Rad qilmang. Men
siz bilmaysiz. Men asli Men hammani bilaman. yo'q, siz bilmaysiz. Men Faruq. Bo'ldi, gap qilma o'rnisa. Men hammani bilaman. Farruqni bilaman. Talabimni rad qilmang. Sizni pek yaxshi ko'raman. Men uchun o'tmishingizning qanday bo'lishi muhim emas. Menga sizning, bizning kelgusimiz lozim. Lekin Nodir, Menga ichingiz og'irsin o'rnisa. Rad qilmang. O'tmishingizni hargiz yuzingizga solmayman. Menga ikkimizning kelgusida birga ayrilmay o'tishimiz lozim. Qo'lingizni menga bering. Mendan ayrilmang. Sizdan ayrılıp yaşashni tasavvur qila olmayman. O'rnisa nima deyishni bilolmay qoldi. Qo'llari o'zlariga bo'ysunmagan holda Nodir o'sindi. Nodir uning qo'liga o'zini sap qo'ygandan keyin o'rnidan turib, "Rahmat sizga malikam. Endi bizning baxtli kunlarimiz boshlang'usi. Qo'lingizni hayotimning oxirigacha qo'yotmayman." deb O'rnisaning peshonasiga, keyin mag'ziga suyib qo'yib, onu quchoqlab ko'tarib cho'glatdi. Anglayotganingiz Miskina ovozliq asarlari. Men bek xushal. Deydi Nodir. O'rnisamo onunga qarab ichidan xushal bo'lib kulib o'tdi. Ular o'ltirib tomoq yedi. Yeb bo'lgandan keyin tansu o'ydi. Undan keyin ozroqdan aroq ichib, o'g'ini tabriklab, yarim kechadan oshganda restoranni taqaymiz degandan keyin O'rnisaning uyiga qarab yo'l oldi. Ikkilisining ko'zlari xo'marlashib ketgan edi. Bo'libmi O'rnisaning, lekin Nodir xeyli sagak edi. Uyga kelgandan keyin O'rnisani yo'lab yotoq uyga akirib qo'ydi. O'rnisa mastlikda Nodirni qaroqqa tortdi. Lekin Nodir o'zini qattiq tutib olgan holatda uning qo'lini ajratib, yotqanni yepib qo'yib, mehmonxonadagi kresloda yotdi. İç-içidan bir xil kuch uni o'rnidan turishga, turib O'rnisaning qishig'iga kirib, uningdan hozir ilishga undaydi. Yo'q, bunday qilsam bo'lmaydi. Hozircha qilsam, planim sovuq chilishida. O'zini besi va Nodir. Aqlingni ishlat. U munchoq kirib, muzdek suvda yuz qo'llarini yuvgandan keyin o'zini sezmagan holda O'rnisaning qishig'iga kirdi. Uxlayotgan O'rnisa texmi jazbador. Güzel ko'rinib ketyapti. U asta karvatdan qishig'iga kelib, yotqanni ochdi. Ondan osh bo'ridek O'rnisaning yuz ko'zlariga suyib, kiyimlariga qo'l uzatdi. Yo'q, o'zingni bisib ol. Bunday qilsam bo'lmaydi. U o'ziga shundoq deb qo'llarini tortib, uning yotqanini yepib qo'yib chiqib ketdi. Tosliq qoldim, ishni buzg'ili. Qo'lashga chidab, xerishga kelganda chidamasam bo'lmaydi. Pat arada o mening bo'ladi. Shu vaqtda xohlagancha ko'ngil ochaman. Hozircha chaqilsam bo'lmaydi. Aron deganda uni o'zimga moyil qildim. Endi chaqilsam ishni buzib qo'yaman. Cho'qim ehtiyot qilishim kerak. O'rnisa ko'zini ichib shunda hayron qoldi. Nodir qishida yo'q edi. Kiyim-kechaklarimi biratli o'sib ketib turardi. Acaba Nodir oqshommi menga chiqilmabdi-da. O nimdiga axloqliq. Men uni tanlab xato qilmabdimi? O'rnisa mehmonxonaga chiqib, kresloda uxlayotgan Nodirga qarab birdan turdi. Keyin asta yaqin kelib, yengishib uning peshonasiga suyib qo'ydi. Nodir ko'zni ichib, beshida qarab turgan O'rnisani ko'rib, uning qo'lidan tortib, bag'riga bosdi. Yaxshi uxlabsizmi, qadrlikim? Yaxshi, o'zingiz-chi? Ajab, bu yerda yetyapsiz-ku. To'y qilmay turib, biz uxlasak yaxshi bo'lmaydi. Rasma? Albatta. Men qachon sizni aldab baqqan? Nodir O'rnisaning peshonasiga suyib qo'yib, o'rnidan turib ketdi. Sirtqa chiqib nashta qilaydimi? Siz nima desangiz shu güzlam. Nodir bilan O'rnisa sirtqa chiqib, nashta qilib bo'lgandan keyin Nodir shirkat ishlari moddiy, hadi ko'rishaylik deb qo'yib ketdi. O'rnisa ham xo'shalliq, ham hayajon ilkida. Bu ishda o'ngmi, tushmi? deb qayta o'ylanayotdi. U o'zining qo'lini chimdib boqdi. O'jan, og'irdi.
bu rastlığı düşmemezken bu umulken. Endi men baxtimni topadigan bo'ldim. Baxtlik o'tadigan bo'ldim. O'zim sevgan odamim bilan birga xushal yashayman. Nadir, sizni bek yaxshi ko'raman. Menga shunday bir baxtni his qildirganingiz uchun ko'p rahmat. O'rnisa, ana shunday xiyollar bilan birdamdila uyga kelib qoldi. Eshikdan kirib, oyoqini silib turishi Farruxbay kelibla uni quchoqladi. Bak sevgandim. Sizni bak sevgandim jinim. deb tumchiqni aytgandi. O'rnisa, xolimsimo boshqa amal yo'q edi. Butun badan tikilishib, necha yuz chaqqandek beoramchilikda vaqt o'tkazdi. Uyqusi kelmay, o'rnidan turib, yanada cho'chqidek xo'rak tortib uxlayotgan Farruxboyni bo'g'ib o'ldirib kelib ketdi. Mehmonxonaga chiqib, Nodirga uchra yozdi. Uxlab qoldingizmi? Yo'q dahi. Sizmi uxlamabsiz-ku güzlim? Voy, nim bo'ldingiz? Nima yig'laysiz? Sizni kim bo'zaq qildi? Menga danga. Meni qutqizib bering. Nodir, meni endi bunday yoshig'im yo'q. Nima ish bo'ldi, gap qiling ha? Bugun Farruh keldi. U hozir ichida uxlayotdi. Bo'ldi, yig'lamang. Ko'nglingizni yerim qilmang. Patarda onundan qutulsiz. Siz faqat menga tava. Siz degan mening hech kim tortib olmaydi. Kech bo'lib ketdi. Endi birdam ko'zingizni yumib oling. Ahd ko'rishaylik. Yaxshi aram oling. Tushingizni meni ko'ring jinim. Ma'qul, sizmi shu? Farruxbay shirkatga manga sho'rnisaga yakshanba kuni sayilga apartganligini, tayyorlik qilishni to'plab qo'yib ketdi. O'rnisaning uning bilan 1 minutni turg'isi yo'q edi. U Nodirga telefon qilib ko'rishni aytdi. O'rnisa Nodirni ko'ribla uning bag'riga o'zini etib yig'lab ketdi. Bo'ldi, yig'lamang jinim. Sizning ko'zingizdan yosh oqsa, mening yuragim yig'laydi-ku. Nima ish bo'lsa ayting, ikkimiz birlikda hal qilaylik. O'rnisa Farruxboydan qutuldirib olishni, ondan yana yakshanba kundagi sayohatni qanday qilishni so'radi. Sayohatga bilib beram. Nima? O'rnisa ochiqlab o'rnidan turib ketdi. Voy, avval o'ltiring, so'zimni anglang. Nodir tamokisini chekkach gapini davom qildi. Bu qatam sayohatga bilib berib, uning ishonchisiga erishing. U sizning yoshligingizni, xo'shalligingizni tatib oldi. Shunga uni bundoqli qo'ymasak bo'lmaydi. Siz hozir nima demoqchi? Demoqchi bo'lganim, uningdan o'zingizga tegishli haqqingizni e'lon. Qolgan ishlarni siz keyin maslahat qilamiz. Sizni vayron qilgan u nakasni bundoqli boshqa qo'ymasak hargiz bo'lmaydi. Ma'qul, siz nima deysiz shu? Men bilib borayimsa. Ha, magipingiz endi joyida gulim. Yuring, dengiz bo'yiga berib o'ynab kelaylik. 18-qism. O'rnisa Nodir bilan dengiz bo'yiga berib, tomoq yeb, o'ynab yurib, kunni kash qildi. Har ikkilisi o'z xiyollari bilan ovora edi. O'rnisa uyga qaytib kelib, yana xiyollar qo'yniga g'arq bo'ldi. U Nodirni 1 minutmi yodidan chiqarmaydi. Uni shundoq yaxshi ko'radi. Nodirdan ayrilib qolsa, yashayolmaydigandek, u bo'lmasa o'lib ketadigandek his qiladi. Nodirni o'zining uzundan buyon kutayotgan oshiqi, umrlik jupti, ayrilmay birga o'tadigan hamrohi deb o'ylaydi. Nodir bilan nimishqa biroq tanishmagan bo'lgandim. Agar uning bilan biroq ko'rishgan bo'lsam, hargizmi Farruxga oshna bo'lib yurmaydim. Uning bilan baxtli oila qurib birga o'tdim. Umoq bolalarimiz bo'ladi. Elimni kechikmayman. O meni chin ko'ngildan yaxshi ko'rdi. Mendan hech nimasini aymaydi. Mening xo'shalligim uchun qo'lidan kelganini qiladi. Hozirmi meni o'ylab Farruxdan o'chimni epamoqchi bo'ldi. O nima degan yaxshi-ya? Mushkamgacha menga chiqilib baxmidi. Boshqa o'g'illar bo'lgan bo'lsa, hargiz uningda qilmaydi. Ayni yili Odil bilan mushu ish to'g'riliq ayrilib ketgandim. Shu vaqtda ota-onam
meni tushungan, ma'qul bo'lgan bo'lsa, Odilmi meni tashlab ketmaydi. Men bu bundaq yo'lga menib bu ahvolga tushib qolmagan bo'lardim. Mening mush kunga qilishimga ota-onam sababchi. O'z vaqtida meni qo'llagan bo'lsa, men bu vaqtcha mehribon ona, yaxshi bir ayol bo'lib, o'z oilamni qurib, baxt ichida yashayotgan bo'lardim. Shularning sababidan mening yuragim tosh bo'lib ketdi. Lekin Nodir bu toshni asta-asta eritib. Nodir Odilga yetamizmi? Lekin uningda kelishgan. Uningda axloqliq. Menga hech qanday bo'lmag'ur talablarni qo'yib baxmidi. Men Nodirni Odilni suygandimmi bekrak suyman. Uningdimi bek yaxshi ko'raman. Musha holtimda meni qabul qilganligi, yaxshi ko'rganligi, suyganligi uchun uning borlig'imni beg'ishlab, xo'shallik ato qilaman. Meni tanlig'iga hargiz pushaymon qildirmayman. O'rnisa shu xiyollarni qilgandan keyin Sherin uyquga ketdi. Bu vaqtda Nodirmi o'z xiyollari bilan band edi. O'rnisa yakshanba kuni sayohatga maqsa, eng tez bo'lgandimi 4-5 kunlar atrofida keladi. Uningcha men bu yerda ishlarni bitirib tayyor qilsam, u sayohatdan kelishi bilanla hamma ishlarni hal qilib, ishga ma'amiz. Shu vaqtda necha oyning yoqib tortgan japolarimning halovatini ko'rib, O'rnisaning miyasini chiqib, xohlagancha ko'ngli ochiman. Elimo oz kun sarf qilmadan bu ishga. Faqat oxirgi bilan qoldi. U sayohatdan kelishi bilanla ishlar tamom bo'ldi. Qayerga boramiz Faruq aka? G'o'ljiga boramiz. Bejardigan ish bordi. Shu yerga berib, ishni bitirib yetib, g'o'ljini o'yintib kelay. Nim bo'ldi? Bağın yo'qmidi? Chiroying ichilmaydi-ku. Ha, undaq emas. Kechidan yaxshi uxlayolmagandim. Sal yerib qopdiman. Uyqum kelyapti. Amischa, men yo'linib birdan uxlab olgan. O'rnisa, Faruq boyning mo'risiga beshini qo'yib yotdi. U Nodirni xiyol qilib yetib, o'zini sezmay uxlab qoldi. "Keldoq ko'zilim, endi pastga tushayli", dedi Faruq boy. "Keldoqma? Bek uxlab ketibdiman desa?" Pastga tushib turishiga bir qora mashina oldiga kelib to'xtadi. "Faruq apandim, qani mashinaga marhamat." Ular mashinaga chiqqandan keyin 5 oyning oldiga kelib to'xtadi. "Siz qaytib turing. Men ish bo'lsa sizni chaqiraman." "Ma'qul apandim. Bir ish bo'lsa telefon qiling." U odam ketgandan keyin mehmonsaroy mulozimatlari chiqib, ularning qo'lidagi yuktoqini oldi. Mulozimat o'rniga berib, yotoq nomerini deb, kartini olgandan keyin mulozimning boshlashida 5-qavatga chiqdi. "Aram ilishingiz ko'ngillik bo'lsin, apandim." Mulozim yuktoqlarni akirib qo'yib, keyniga yandi. Faruq boy yonchiqdan bir necha varaq pulni ilib, uning mayda yonchig'iga selib qo'ydi. "Rahmat, apandim." Mulozim chiqib ketishiga O'rnisa o'zini karvatga tashladi. "Uf, ajab yerib ketdim-a." "Ay, men shu jinam." Faruq boy uning qishig'i kelib yotdi. Faruq boy aslida 4 kunda qaytmoqchi edi. Lekin ishlar vaqtida bitmay, haftaga so'zilib ketdi. Bu bir haftada O'rnisaning Nodirni ko'rgisi kelib, chidamay ketdi. Ketayli deb yotchan turolmay, ketishga bani sabab topolmay, bak qiynaldi. Faruq boy O'rnisaning G'o'ljining eng olqishli sayohat rayonlarining hammasiga bordi. 5 yulduzliq mehmonsaroyda yetib, oliy darajadagi qamoqxonalarda saqlanib, ko'ziga nima chiroyli ko'rinsa, ehtiyoji bormi yo'q, lozim bo'lamdi bo'lmamdi. Surishtirib yurmay, setilib, ko'llarni o'ynash, yeyish, pul xashlash bilan o'tkazdi. Lekin Nodirni seg'inib, bu narsalarmi, ishlarmi ko'zga bak ko'rinmadi. At qaytimiz degan kuni hayajonda bir kecha uxlayolmadi. Atsi aeroplan bilan qaytib kelgandan keyin O'rnisani uyga olib qo'yib, o'zi uyga ketdi. O'rnisa eshikdan kiribla Nodirga telefon qildi. "Voy, jinam, qayerdasiz? Qanday ahvolingiz?" "Yaxshi, yaxshi. O'zingiz-chi o'moqon?" "Menmi yaxshi? Meni ko'ngli kelmamsiz? Ko'ngingiz kelmadimi?" 5 minutdan keyin eshikni ichin gulam. Xo'sh. 5 minutdan keyin eshik chekilib, Nodir bir dast qizil gulni ko'tarib kirib keldi. Anglayotganingiz
Miskina ovozliq asarlari. Örnisa hayajon bilan uning bag'riga o'zini otdi. Birdam shundoq turgandan keyin Nodir Örnisani o'zidan ajratib, kresloga kelib o'ltirib, qayerga borganini, nima ish qilganini so'radi. Örnisa birma-bir deb berib, uni bak sig'inganligini aytib, yig'lab ketdi. Nodirmo uni bazlab, o'zining sig'inganligini, necha kunga qolmay birga o'tadiganligini aytib, ko'nglini yasidi. Örnisa: "Uy bilan mashina sizning nomingizdami?" Ha, Amisa boshda o'yini satayli. Buni farq bilib qolmasin. Ondan siz yana amal qilib uning qishidagi kartaning maxfiy nomerini bilib oling. Uning cho'qim ko'p pul bor. Men shirkatni ishga o'tkazayapman. Necha kungacha ishlar hal bo'ladi. Shu vaqtgacha sizmi men degan ishlarni hal qiling. Bir hafta qolmayla yurib ketamiz. ma'qul, chatoq yo'q. Lekin uy bilan mashinaga xaridorni qanday topamiz? Buning amalini men qilay. Lekin Farruh hargiz bilib qolmasin, juma. Bildingizmi? Ha, ma'qul, ansirma. Amisa shundoq bo'lsin. Ikkimizning xushal kunlariga oz qoldi, janob. Nodir Örnisani suyib qo'yib, har ikkilisi o'z yo'liga minishdi. Ertasi kechda Farruh boyning kelishiga ulgurtib, Örnisa necha botlika oq qizil aroq akirdi. Ondan tomoq buyurtib, bir ustalni chiroyli tayyor qildi. O'zimi ko'ngil qo'yib, shundoq tujublab, yasinib, Farruh boyni saqladi. Farruh boy eshikdan kirib Örnisani taniyolmay qolg'ili tasli qoldi. O bek go'zal bo'lib ketgan edi. Bugun alayda bir kun o'xshamamda. Undaq emas, Farruh aka. Keling, tomoq yeyli. Örnisa nozlanib turib, uni ustalga akeldi. Tomoqlardan ozroq yeb, aroqni zo'rlab, nozlanib yurib, Farruh boyni mas qilib etdi. Fursatdan kelganligini bilgan Örnisa asta qishiga kelib, uning quchog'iga chiqib o'ltirdi. Ondan o'ylashqanday qilib, hamyonini qo'liga ilib, ichiga qaradi. Farruh aka, nimachicha kartlar bu? Hammasida pul bormi? Qaysida az? Bundaqcha kartini o'g'ri ilishdan ansirmamsiz? O'g'ri olamaydi. Olsimi, maxfiy nomer bilmaydi. Shunga ishni qilmaydi. Ha, mundaq ganda. Örnisa oltin rangli kartini qo'liga ilib, Bu nimachi chiroyli? deb so'radi. Bu oltin karta. Alayda a'zolik kartasi. Buningda bankka kirsak, paydoy saqlamaymiz. Ichidagi pulni birla vaqt yurkab beradi. Nimandaq yaxshi karta bu? Qani buni ichib o'ting. Bu kartning maxfiy nomeri qancha, Farruh aka? Bu 68 45 33. Farruh boy gap qilib turib ustalga besh tushib ketdi. Örnisa bu sonlarni yodlab oldi. Ondan Farruh boyni tortib so'rab, pastga tushirib, gilamdil yotqizib qo'yib, o'zimi qishda yetib uyquga ketdi. Farruh boy ketishiga Nodir paydo bo'ldi. Ondan qandoq bo'ldi degandek Örnisaga qaradi. Ish bitdi. Kelar qatim kartini ilib olsammi bo'ladi? Uy mashinaga xaridor topdingizmi? Ha, tushdi keladi. Saqlab turaylik. Ma'qul bo'ladi. Biz endi qayerga boramiz? Avval Urumchiga chiqib, u yerdan Xonjoqqa kiramiz. Shirkatim shu yerda. U yer chiroyliqmi? Bek chiroyli. Cho'qim yoqtirib qolsa. Nodir Örnisaning qishig'iga kelib, uning sochlarini, yuzlarini silab, peshonasiga, yuziga, ondan lavlariga so'yishga boshladi. Bu so'yishdan Örnisa butunlay azhushini yo'qotib, o'zini Nodirga tashladi. To'yoqsiz chekilgan eshik ovozidan ikkilisi o'zlarini tuzlashtirib eshikni ochdi. Nodir deyishib qo'ygan uyni setib olgan odamlar kelgan edi. Ular bir qur uyni ko'rib chiqib, butun saramjonlari bilan qo'shib sotamsizlar deb so'radi. Ha, dedi Nosir. Keyin yana olmaydigansizlar, ha? Yo'q, xotirjam bo'linglar. Uy mushundoq yaxshi edi. O'rnimi bek yaxshi. Saramjonlar bir-biridan esil. Bizning asli sotqimiz yo'qdi, lekin shirkatni ishga o'tkazishga setib o'tmay amal bo'lmadi. Biz deyishgan baho bo'yicha bo'ldi-ku. Ha. Ular tezli to'xtamni tayyorlab imzo qo'yishdi. Ondan 3 kungacha uyni bo'shatib berilgan bo'lib, pulning yarmini hozir,
Yerimini öyle boştu bergende berdigan bulup, aldın 500 mingni yo'tkab berdi. Nadir chiqib, mashinani 100 mingga setib, yenib kirdi. Ondan aeroplan biletlarini elib, taqilib qo'yib, oxirgi planini bugun kash ishga oshirilgan bo'ldi. Farruh Pay kelib, Hörnisa bilan bir kechani o'tkazib o'tgandan keyin atis tushda muhim yig'in bor deb ketib qoldi. U ketishiga Nadir keldi. Hörnisa ishkisi narsalarni yig'ishtirib, uyni setib olganlarga telefon qilib, qolgan pulni oldi. "Qandoq bo'ldi?" dedi Nadir Hörnisaga sirtqa chiqqandan keyin. "Men qilgan ishdan chatoq chiqamdi. Mana qo'lga tushirdim." deb kartini Nadirga ko'rsatdi. Ular Odil bankiga kelib, kartadagi 500 mingni boshqa kartaga yo'tkib oldi. Hörnisa Farruh Payga uchirib kelib qolmasin deb telefon kartasini mo telefondan ilib olgan edi. Shundoq tezlik bilan hamma ishlarni bitirib, 2 millionga yaqin pulni elib, aeroplan stansiyasiga keldi. Aeroplan qo'zg'alishiga 15 minut bor edi. Hörnisa bilan Nadir oldi-keyniga qarab, o'ltira olmay qoldi. Agar Farruh Pay bilib qolsa, ularning tugashgani shu. İkisi aeroplanga chiqib, deb yenekdan oldi. Nadir Hörnisaning tortinib ketgan chiroyiga qarab, "Hamma ishlar o'tib ketdi, jinim. Endi xotirjam bo'lgan. U bizni topamaydi. Baxtli kunlar emas, boshlandi." deb qo'lini chang tutdi. Hörnisa kulimsirab Nadirning qo'lini tutdi. Ular Urumchida aeroplandan tushibla, yana aeroplanga chiqib, Xanjouga qarab yurib ketdi. Keyinda qolgan Urumchiga qargan Nadir miyiqida bilinmas kulib qo'ydi. Ko'zlari chaqnab, jangda g'alaba qozongan ofitserdek xo'shal bo'lib ketgan edi. Hamma ishlar uning plani bo'yicha bo'ldi. Endi Hörnisani qanday qilib desa qilalaydi. U Hörnisaga qaradi. Hörnisa sirtga qarab o'ltirdi. Hörnisa beshiga endi nurg'un qismatlardan keldiganligidan, yanada o'ltirgan, o'z ishini borlig'ini otgan bu odamning o'zini oldigan aldamchi nokaz ekanligidan qilchi xabarsiz. Baxtlik oilaning, go'zal turmushning sherin tushini ko'rib o'ltiradi. Birinchi bilim tugadi.